Richard Bach, Oqchorloq Jonathan Livingston. 3-qism. Uzoq qoyalar ustida aylanib parvoz etarkan, Jonathan yosh shogirdining uchishini zimdan kuzatardi. Bu yigit Oqchorloq Fletcher Lind favqulodda iqtidorli shogird chiqib qoldi. U tirishqoq, yengil va harakatchan. Shu bilan birga juda muhim xususiyatga ega. Parvoz san'atini egallashga ishtiyoqi nihoyatda baland. Ayni damda Fletcher kulrang chaqmoqday shiddat bilan ustozning yonginasidan uchib o'tdi. Bu lahzada u soatiga 150 mil tezlikda amalga oshirgan tik sho'ng'ishdan chiqayotgan edi. Mana u 16 marta sekin charxpalak otib uchishni davom ettirdi. Har aylanganida o'zini o'nglab, ovozi boricha qichqirib sanashga urinardi. 8, 9, 10. Jonathan, qara, tezlikni yo'qotayapman. 11. Men xuddi senday aniq aylanishga erish 12. Afsus, qurbim faqat 13. Bu so'nggi aylanish. Siz 14. Har gal muvaffaqiyatsizlikka uchraganda Fletcherning fig'oni falakka chiqardi. Uning nazarida yuqori nuqtadan qulab tushish quyiga chirpirak bo'lib ketishdan ortiq fojia yo'q edi. Bu safar ustozdan 100 futlar quyida o'sharmandali ag'nab ketishdan o'zini zo'rg'a o'nglab oldi. Havodan to'yib simirdi va ko'tarilib ustoziga tenglashdi. Jonathan, sen men uchun vaqtingni behuda sarflayapsan. Men iste'dodsiz kallavaramman. Urinaveraman, biroq biror bir natijaga erisha olmayman. Oqchorloq Jonathan unga boshdan oyoq razm soldi va bosh silkib dedi: Sen haqsan. Agar shiddatli sho'ng'ishdan shunday keskin harakat bilan chiqadigan bo'lsang, hech narsaga erisha olmaysan. Fletcher, sen boshidayoq 40 mil tezlikni yo'qotib qo'yding. Sho'ng'ishdan bir tekis parvoz bilan chiqiladi. Sen uchmasliging, balki suvday oqishing kerak. Keskinlik bilan o'quvchanlikni uyg'unlashtirishing zarur. Tushundingmi? U pastga, shogirdi yoniga sho'ng'idi. Kelchi, birgalikda bir bo'g'in bo'lib mashq qilaylik. Sho'ng'ishdan chiqishga, bir tekis va yengil chiqishga diqqatingni qarat. Oradan 3 oy o'tdi. Jonathanning shogirdlari yana 6 taga ko'paydi. 6ovi ham quvg'indilar edi va barchasi g'aroyib yangi g'oyaga, parvoz quvonchini his etish uchun uchishga behad ishtiyoqmand edi. Albatta, ular uchun o'ta murakkab amaliy usullarni o'zlashtirish bu mashqlarning nimaga kerakligini tushunib yetishdan ko'ra xiyla oson edi. Shom pallasida qumloq sohilda Jonathan ularga shunday derdi: Har birimizda buyuk oqchorloq g'oyasi mujassam. Bu har qanday to'siqlardan xoli mutlaq ozodlik g'oyasi. Shuning uchun ham parvozda aniqlik va mukammallikka erishish, botinimizdagi haqiqiy mohiyatni kashf etish va namoyon qilish yo'lidagi ilk qadam. Bu yo'lda to'siq bo'ladigan narsalardan xalos bo'lish zarur. Katta tezlikda uchish, tezlikni me'yorida saqlash, yuksak parvoz sirlarini egallash mashqlarning muhim jihati shunda. Kunduzgi mashqlardan toliqqan shogirdlari bu payt mizg'iy boshlashardi. Ularga amaliy mashg'ulotlar xush kelar, tezlikning zavqi qiziqtirar, har bir navbatdagi mashg'ulot ilmga bo'lgan chanqoqlikni qondirardi. Biroq ulardan birortasi, hatto Oqchorloq Fletcher Lind ham hali fikriy parvoz realliklarini anglab yetmagan edi. Ular hali fikr, g'oya parvozi shamol va qanotlar parvozi kabi reallik ekanini tasavvur qila olishmasdi. Vujudingiz bir qanotingiz uchidan ikkinchi uchigacha deya qayta takrorlardi Jonathan. Bu sizning muayyan shaklda mujassamlashgan, ko'zingizga yaqqol ko'rinadigan o'z tafakkuringizdir. Fikringizga band soladigan zanjirlarni uzing va shunda siz vujudingizni band etgan zanjirlardan ham qutulasiz. Biroq bu so'zlarga u qanchalik ma'no va quvvat jo etmasin, shogirdlariga sehrli ertakdek tuyulardi. Ayni damlarda ular uxlashga va orom olishga mushtoq bo'lishardi. Oradan atigi bir oycha vaqt o'tganiga qaramay, Jonathan ularga to'daga qaytib borish fursati yetganini aytdi. Biz hali tayyor emasmiz, e'tiroz bildirdi Oqchorloq Henry Kevin. Qolaversa, bizga hech kimning ko'zi uchib turgani yo'q. Biz quvg'indilarimiz. Chaqirilmagan joyga borishga or qilamiz, to'g'ri emasmi axir?
Biz ozod qushlarimiz, qayerga borish xohish irodamizga bog'liq va qayerda bo'lmaylik o'z aslimizcha qolishga haqlimiz. Shunday deb Jonatan havoga ko'tarildi va sharqqa, to'da istiqomat qiladigan qadrdon qirg'oqlar tomon burildi. Shogirdlari esa bir necha daqiqa nima qilishni bilmay sarosimlanib turishdi. To'da qonuni qat'iy edi. Quvg'indi ortga qaytmasligi shart va keyingi 10,000 yil mobaynida bu qonunni hech kim buzolgani yo'q. Qonun taqiqlaydi. Qaytishni xayolga ham keltirmaslik kerak. Jonatan esa o'ylab o'tirmay qaytaveringlar dedi. Suv ustida uchib borayotgan Jonatan ulardan ancha uzoqlashib ketdi. Agar ular yana o'ylab o'tirishadigan bo'lishsa, G'anim to'da bilan Jonatan yolg'iz o'zi yuzma-yuz kelishi tayin edi. Bizni quvg'in qilishdi. Biz to'daga mansub emasmiz. Qaysi mezonga ko'ra to'da qonuniga bo'ysunishimiz kerak ekan dedi Fletcher boshqalardan ko'ra ko'proq o'ziga o'zi murojaat etayotgan ohangda. Boz ustiga agar Jonatanga tashlanib qolgudek bo'lishsa, u yoqda biz kerak bo'lamiz. O'sha kuni tong pallasi mag'ribdan ular 8 nafar oqchorloq, qo'shaloq romb shaklida qanotlarining uchlarini bir-biriga tekkizgan holatda yaxlit saf, bir bo'g'in bo'lib uchib kelishdi. Soatiga 130 mil tezlikda. Odatda to'daning umumiy majlisi o'tadigan qirg'oq ustidan uchib o'tishdi. Jonatan oldda, Fletcher uning o'ng tarafida. Bir tekis suzib, Henry Kevin esa shamolni mardona yengib va parvozning umumiy maromini buzmay chapda kelardi. Keyin bir tekis harakatlanib, o'ngga engashib uchishdi. Yaxlit safga tizilishdi. Panjalarini tepaga ko'tarilib ag'darilishdi. Yana ipga tizilgan munchoqdek bir tekis saflanishdi. Shamol esa ularning qanotlariga shafqatsiz urilardi. Qirg'oqdagi odatdagi g'ala-g'ovur va tortishuvlar kutilmaganda suv sepgandek tinchidi, qoldi. 8000 ko'z kiprik qoqmay osmonga, Jonatan boshliq guruhga qadalgan. Oqchorloqlar go'yo boshlari uzra ulkan shamshir aylanayotgandek tosh qotishgandi. 8 nafar qush birining ortidan biri tik ko'tarilishdi. Ko'r tugun yasab uchishdi va tezlikni eng so'nggi sarhadgacha kamaytirishib qumga qo'nishdi. Shundan so'ng Jonatan go'yo hech qanday hodisa ro'y bermagandek parvoz davomida yo'l qo'yilgan xatolarini tahlil eta boshladi. "Xo'sh", dedi u miyig'ida kulib. "Tahlilni shundan boshlasak, hammalaringiz safdagi o'z o'rningizni biroz kechikib egallayapsizlar." Shu lahzada ayni bir fikr yashin tezligida to'dadagilarning xayolidan kechdi. Axir bu qushlarning barisi quvg'indilar-ku, bu yetmagandek qaytib kelishibdi-ya. Biroq bunday bo'lishi mumkin emas. Fletcher janjal bo'lishidan behuda xavotirlangan ekan, to'da esankirab qoldi. Xo'sh, nima bo'pti? Quvg'indilar bo'lsa, albatta quvg'indilar, biroq ular bunday uchishni qayerda o'rganishgan ekan? Oqsoqolning buyrug'i to'dadagilarni qulog'iga yetib borguncha 1 soatcha vaqt o'tdi. Ularga e'tibor qaratishga jur'at etilmasin, inkor etilsin. Quvg'inlar bilan muloqotga kirishgan har qanday nokasning o'zi ham quvg'inga mahkum etilsin. Quvg'indilar parvozini kuzatish qonunga xilof deb hisoblansin. Shu daqiqadan e'tiboran to'dadagi oqchorloqlar Jonatanga ters o'girilib olishdi. Biroq u aftidan bunga e'tibor qilmadi. U majlis o'tadigan qirg'oq ustida mashg'ulot o'tkazar va birinchi marta o'z shogirdlarining nimaga qodir ekanliklarini to'la yuzaga chiqarishlari uchun urinardi. "Martin", osmonda uning ovozi yangradi. "Sen kichik tezlikda ucha olaman deysan. Aytish boshqa, lekin buni amalda ko'rsatish kerak. Qani uch." Kichkina oqchorloq Martin William ustozning qahriga duchor bo'lishdan qattiq qo'rqardi. Shu boisdanmi o'zi ham hayron qoladigan darajada kichik tezlikda uchib, mo'jizali usullarini namoyish etdi. U parlarni shunday holatda tutdiki, kuchsiz shamol uni bulutlargacha olib chiqdi va u qanotlarini bir marta ham qoqmay yerga tushib oldi. Oqchorloq Charles Rowland esa buyuk shamollar qoyasigacha 24,000 fut yuksakka ko'tarildi va sovuq shamoldan ko'karib, biroq hayrat ichida ertaga bundanda yuqori marrani zabt etishga ishonch bilan yerga tushdi. Oqchorloq Fletcher u yuksak parvoz san'ati bilan boshqalardan ko'ra ko'proq mashg'ul bo'lardi. Tik uchgan holatda bir yo'la 16 marta charxparak aylandi. Bu ham yetmagandek, kutilganidan ham a'lo darajada qanoti osha 3 marta aylanib uchdi. Quyosh nurlari uning parlaridan jilvalandi. Qirg'oqda esa son sanoqsiz ko'zlar uni o'g'rincha kuzatardi.
Jonatan bir daqiqaga ham shogirdlarini tark etmadi. U tushuntirar, yangi yechimlar taklif etar, ba'zan yetakchi vazifasini bajarardi. Qorong'u demay, yomg'ir va shamolga qaramay u shogirdlari bilan birga uchar. Parvoz zavqidan shodlanar, boshqa oqchorloqlar esa bu payt zax tortgan rutubatli qirg'oqda bir-birlarining pinjiga tiqilib mudrashardi. Har gal uchish mashg'ulotlari tugaganidan so'ng shogirdlar qirg'oqda hordiq chiqarishardi. Bunday paytlarda ular Jonatanning saboqlarini tinglashga ko'nika boshlagandi. Uning g'oyalari yosh oqchorloqlarga bir qadar g'alati tuyular. Shogirdlari mohiyatni ilg'ab ololmas, biroq ayrim fikrlarini tushunishar edi. Asta-sekin Jonatanning qurshagan shogirdlari doirasi tegrasida yana bir doira hosil bo'ldi. Bu to'dadagi qiziquvchan oqchorloqlar edi. Ular yashirincha kelishar, soatlab Jonatanning gaplariga quloq tutishardi. Qorong'ulik quyuqlashganda kelishib bir-biridan yuzlarini berkitib o'tirishadigan bu oqchorloqlar tun pardasi ko'tarilmay g'oyib bo'lishar. Tanilib qolish yoki o'zlari kimnidir tanib qolishdan o'lgudek hayiqishardi. Jonatan shogirdlari bilan qaytib kelganidan so'ng oradan bir oy o'tib shunday voqea ro'y berdi. Taomilni buzgan birinchi oqchorloq to'dadan ajralib chiqdi va uchishni o'rganish ishtiyoqi borligini izhor etdi. Bu Terence Lowsell ismli oqchorloq bo'lib, sarkashligi uchun o'sha kuniyoq quvg'inga hukm etildi va Jonatan uni 8-shogird sifatida safga qabul qildi. Ertasi tunda Kirk Maynard ismli oqchorloq ham to'dani tark etdi. U oqsoqlanib qumda zo'rg'a sudralar, o'ng qanoti esa harakatsiz osilib qolgan edi. Shu alfozda kelib u Jonatanning oyoqlari ostiga yiqildi va jon taslim etayotgandek xirilloq tovushda "Menga yordam ber. Bu dunyoda yagona orzuyim parvoz qilish", dedi. "Parvozga shaylan", dedi Jonatan. "Men bilan baravar o'rningdan qo'zg'al. Birga mashg'ulotlarni boshlaymiz. Yo'q, sen bilmaysan, mening qanotim u menga bo'ysunmaydi. Uni men qimirlata olmayman." Oqchorloq Maynard, bilib qo'y. Sening erking o'zingda. Sen o'zligingni anglash ixtiyoriga egasan va shu yerda ayni chog'da bunga erisha olasan. Buning uchun senga biror narsa to'siq bo'la olmaydi. Buyuk oqchorloq qonunida shunday deyilgan va bu mavjud yagona xolis qonundir. Sen meni ucha olasan deb aytayapsanmi? Sen ozodsan. Men shuni aytayapman. Xuddi aytilganidek Kirk Maynard qanotlarini osongina yoydi. Hech ham zo'riqmadi va tun osmoni uzra ko'tarildi. Uning tantanavor qiyqirig'i uyqudagi to'dani uyg'otib yubordi. 100 futlar balandda parvoz etarkan Kirk ovozi boricha qichqirardi. "Men uchyapman, eshityapsizlarmi? Men ucha olaman." Quyosh bo'y ko'rsatgan pallada Jonatan va uning shogirdlari yoniga mingtacha qush keldi. Ular Maynardga hayrat bilan qarashardi. Endi o'zlarini kimlardir kuzatib, ta'qib etib turganiga ular beparvo. Jonatanning gaplarini jon quloqlari bilan tinglab, biror narsani ilg'ab olishga urinishardi. Jonatan esa oddiy narsalar, oqchorloqning uchishga haqqi borligi, uni tabiat ozod yaratgani va hech narsa, na urf-odatlar, na shubha-gumonlar va taqiqlar uni tabiat ato etgan ozodligi uchun izza qila olmasligi haqida so'zlardi. Hatto to'da qonuni ham so'radi oqchorloq to'dasidan bir ovoz. "Yagona xolis qonun mavjud. Bu ozodlik qonunidir", javob qildi Jonatan. "Boshqacha qonun yo'q." "Xuddi sen kabi parvoz qilishni qanday qilib o'rganishimiz mumkin?" so'radi yana bir ovoz to'dadan. "Sen yaratganning inoyatiga musharraf bo'lgan xos qushsan. Qolgan jamiki qushlardan a'losisan. Fletcherni ko'r, Laurelga qara. Charles Rowland, Judy Leach, ular ham seningcha yaratganning inoyatiga musharraf bo'lgan xos qushlarmi? Sizlardan ortiq joyi yo'q ularning. Men ham shular qatoriman, faqat sizdan farqli o'laroq ular o'zligini tanigan va o'z bilimiga amal qilib yashayotgan qushlar." Bu gapdan keyin uning Fletcherdan boshqa shogirdlari bezovtalanib tebranishdi, chunki amalga oshayotgan maqsadlar ustozi aytganchalik oddiy ekaniga hali ular ishona olmasdilar. Jonatan va uning shogirdlari atrofida yig'ilayotgan oqchorloqlar soni kun sayin ortib borardi. Ular savollar berishar, tahsin aytishar, ba'zilari malomat qilardi.
To'dada seni yerga tushgan buyuk oq chorloqning o'g'li bo'lsa kerak deyishmoqda, dedi Fletcher ertalabki yuqori tezlikda uchish mashqidan so'ng Jonatanga. Agar bunday bo'lmasa, u holda demak sen o'z zamoningdan 1000 yil ilgarilab ketgan emishsan. Jonatan chuqur nafas oldi. Tushunmovchilik oqibati bu, o'yladi u. Seni osongina shaytonga yo rahmonga chiqarib qo'yishadi. Xo'sh, sen nima deb o'ylaysan, Fletch? Biz o'z zamonamizdan shunchalik o'zib ketganmizmi? Uzoq jimlikdan so'ng Fletcher ishonchsiz ohangda dedi. Albatta, umuman olganda hamma davrlarda ham bunday uchishni o'rgansa bo'ladi. Balki ehtimol biz urfga aylanib qolgan uchish usulini ortda qoldirgandirmiz. Biz oqchorloqning uchishi haqida mavjud tasavvurni inkor etdik. Bu endi nisbatan aniqroq javob, dedi Jonatan qanoti osha ag'darilib bir muddat chalqancha ucharkan. Baribir bu zamondan o'zib ketishdan ko'ra tuzukroq. Oradan atigi bir hafta o'tib falokat ro'y berdi. Fletcher yoshlar guruhiga katta tezlikda uchish usulini o'rgatayotgan edi. U 7000 futlar balandlikdan boshlagan sho'ng'ishdan endi chiqayotgan juda katta tezlikda uchib kelayotgan qirg'oqdan endi qanot chiqargan bir polapon onasini yo'qlab chirqillagancha yo'liga ko'ndalang bo'ldi. To'qnashuvga sanoqli soniyalar qolgan bir vaziyatda oqchorloq Fletcher Lind keskin burilib o'zini chapga oldi. Chap tarafda esa rangdor tosh qoya devorday qad rostlab turardi. Uning ko'ziga bu qoya o'zga olamga kiriladigan kattakon metin darvozaga o'xshab ko'rindi. Dahshat ro'y berdi. Behushlik va nafasni bo'g'adigan darajadagi zulmat. Keyin esa notanish osmonda orombaxsh holat, xotiralar, behushlik, yana xotiralar va tag'in behushlik. Dahshatli qo'rquv keyin g'am va afsus nadomatlar bilan almashdi. Afsus nadomatlarning esa cheki yo'q edi. Aynan o'sha Jonathan Livingston ismli oqchorloq bilan dastlab uchrashgan kundagi ovozini eshitdi. Gap shundaki, Fletch, biz o'z imkoniyatlarimiz sarhadlarini asta-sekin tartib bilan shoshilmay yengib o'tishga intilamiz. Toshni yorib o'tish bizning dasturimizga ko'ra keyinroq kirishiladigan mashg'ulot. Jonathan, buyuk oqchorloq o'g'li nomi bilan ham ma'lum. Vazminlik bilan, dedi murabbiy. Sen bu yerda nima qilyapsan? Qoya qaydan paydo bo'ldi? Nahotki axir men o'ldimmi? Qo'ysangchi, Fletch. O'zing o'yla, agar sen hozir men bilan gaplashayotgan bo'lsang, demak o'lmagansan, shundaymi? Sening tafakkur miqyosing keskin o'zgardi, shu xolos. Xohlasang shu darajangda qolishing mumkin. Darvoqe, bu sening oldingi darajangdan ancha yuqori. Ortga qaytishing va to'dada boshlagan ishingni davom ettirishing ham mumkin. To'da oqsoqollari birortamizning falokatga yo'liqishimiz va barcha ishlarimiz oxir oqibat fojia bilan yakun topishini kutishgan. Biroq ular buning hozir ro'y berishini kutishmagan chog'i. Albatta, men to'daga boshlagan ishimga qaytaman. Axir yangi guruh bilan mashg'ulotlarni endigina boshlagandim. Juda yaxshi, Fletcher, sen bilan vujud fikr g'oyadan boshqa narsa emas deb gaplashganimizni eslaysanmi? Fletcher boshini qimirlatib qo'ydi, qanotlarini rostladi va ko'zlarini ochdi. U qoyaning etagida yotardi. Atrofini esa to'da qurshab olgandi. Uning qimirlaganini ko'rgan oqchorloqlar bezovtalanishdi. Har tarafdan malomatli baqiriq ovozlar eshitildi. Tirildi. U o'ldi va yana tirik. Unga qanotini tekkizdi. Uni tiriltirdi. Buyuk oqchorloqning o'g'li. Yo'q, uning o'zi aytdi. O'g'li emas, u iblis. Iblis to'dani mahv etish uchun kelgan. Mo'jizadan dahshatga tushgan 4000 tacha oqchorloq baravariga iblis deya qichqirar va bu shovqin suron to'daning ustida to'fon mahallidagi quturgan shamolday yelib uchdi. Ko'zlari yongan, tumshuqlari qattiq siqilgan, qonsiragan oqchorloqlar 4 tomondan siqib kelar va ikkalasini ham qiymalab tashlashga tayyor turardi. Nima deysan, Fletcher, hoziroq bu yerdan ketganimiz ma'qul emasmi? Qiziqsindi Jonatan. Bir lahza ichida ular qoya etagidan yarim mil narida hozir bo'lishdi. Jaholatga botgan oqchorloqlarning qahru g'azab bilan ochilgan tumshuqlari bo'm-bo'sh havoni cho'qiladi. Nega? deya yozg'irdi Jonatan. Nega ozod qushni uning ozod ekaniga ishontirish shunchalar mushkul? Axir uning o'zi bunga o'zini ishontirishga qodir-ku, faqat mashqlarga biroz vaqt sarflash kifoya. Nega bunday? Voqeaning bu tarzda kechganidan hanuz o'ziga kela olmayotgan Fletcher so'radi.
Sen nima qilding? Biz qanday qilib bu yerda paydo bo'lib qoldik? Axir o'zing aytding-ku, bu yerdan ketganimiz ma'qul deb. Aytmadingmi shunday deb? Aytdim, biroq qanday qilib sen? Juda oddiy, Fletcher. Xuddi boshqalar qilgani singari bu tajriba xolos. Ertalabga kelib to'da o'zining johilligini unutgan, biroq Fletcher biror narsani yodidan chiqarmagan edi. Jonatan, eslaysanmi, bir paytlar bunga ko'p bo'ldi. Sen aytganding, qalbingda to'daga muhabbat bo'lsa bas. Ortga qaytish va ularga ta'lim berish uchun shuning o'zi kifoya deganding. Eslayman albatta. Men tushunmayman, sen qanday qilib bu aqldan ozgan qushlar to'dasini yaxshi ko'ra olasan. Axir haligina ular seni o'ldirishmoqchi bo'lishdi-ku. Oh, Fletch, sen jaholatga botgan qushlar to'dasini sevishing shart emas. Sen nafrat va g'azabga mehr-muhabbat bilan javob qilishga ham majbur emassan. Sen uzluksiz mashq qilishing va mana shu qushlarning har birida haqiqiy oliyjanob oqcharloqni ko'ra bilishing hamda botiningdagi oliyjanoblikni yuzaga chiqarishlari uchun ularga yordam qilishing kerak. Men muhabbat haqida gapirganimda ana shuni nazarda tutib gapirganman. Bilasanmi, buning amalga oshishi qanchalik quvonarli? Darvoqe, men bir jo'mart yigitni eslayman. Chamanda uning ismi oqchorloq Fletcher Lind edi. Ana shuni quvg'in qilishganda u butun bir to'da bilan yoqalashishga ham tayyor edi. Va uzoq qoyalarda u o'zi uchun chinakam azob-uqubatlar maydonini, mislsiz og'ir sinovlar joyini hozirladi. O'sha Fletcher hozir o'zining osmonini yaratayotir va butun to'dani o'sha yoqqa boshlab ketayotir. Fletcher Jonatanga qaradi. Uning ko'zlarida qo'rquv alomatlari aks etdi. Men boshlab ketayapmanmi, Jon? Bu bilan nima demoqchisan? Bu yerda muallim sensan. Sen bizni tashlab keta olmaysan. Tashlab keta olmayman. Nahotki sen boshqa to'dalar ham boshqa Fletcherlar borligini, ehtimol ularga murabbiy sendan ham ko'ra zarurroq ekanini o'ylamasang. Axir sen endi nurli manzilga olib chiqadigan o'z yo'lingni topding. Mena, Jon, men oddiy oqchorloqman, sen esa xos va betakror buyuk oqchorloq o'g'lisan demoqchimisan? Chuqur xo'rsindi Jonatan. Mening endi senga keragim yo'q. O'zingni anglab yetish yo'lidagi mashqlaringni davom ettir. Sen uchun muhimi shu, har kuni bir qadamdan bo'lsa-da olg'a intilib, o'zingning haqiqiy tabiatingni, asal oqchorloq Fletcherni kashf etgin. U sening mualliming. Sendan uni tushunish va unday bo'lish uchun tinimsiz mashq qilish talab etiladi. Bir lahzada so'ng Jonatanning tani jimirlab ko'rindi. Uning parlari nur taratdi va u havoda eriy boshladi. Ularning men haqimda ahmoqona mishmishlari tarqatishga yo'l qo'yma. Mendan xudo yasashlariga izn berma. Xo'pmi, Fletch? Men oqchorloqman. Men uchishni yaxshi ko'raman, ehtimol. Jonatan, sho'rlik Fletch, ko'zlaringga ishonmagin. Chunki ko'zlarga bizning ozodligimizni chegaralaydigan panjaralargina ko'rinadi. Eng muhim narsani ko'rmoq uchun tafakkurni ishga solmoq lozim. Sen hammasini bilasan, faqat buni tushunishing zarur va shunda barchasi oyday ravshan bo'ladi. Qanday uchish kerakligi-yu jimirlash tugadi. Jonatan havoda erib bitdi. Oqchorloq Fletcher o'zini majbur qilib havoga ko'tarilguncha xiyla vaqt o'tdi. Birinchi darsning boshlanishini sabrsizlik bilan kutayotgan o'quvchilarning yangi guruhi uning yo'liga ko'z tikib turishardi. Sizlar avvalo, deya g'amgin ohangda gap boshladi u. Bir muhim narsani tushunib olishingiz lozim. Oqchorloq bu cheklanmagan ozodlik g'oyasining mujassami. Buyuk oqchorloq timsolining tajassumi va sizning tanangiz yaxlit. Bir qanotingizning uchidan ikkinchi qanotingizning uchigacha sizning fikringiz, g'oyangizdan boshqa narsa emas. Yosh oqchorloqlar uning gaplariga tushunmay garangsib qarab turishardi. Muallim, deya o'ylardi ular. Sening bu gaplaring ko'r tugun mashqini uddalashimizga yordam berishi dargumon. Fletcher chuqur nafas oldi va aytgan gaplari ularning ongiga yetib bormaganini payqab dedi.
Xo'sh, demak mayli, mashg'ulotlarni to'g'riga uchish mashqlarini o'zlashtirishdan boshlaymiz. Shu so'zlarni aytgan zahoti u favqulodda bir sirdan voqif bo'ldi. Jonatanga xos bo'lgan g'aroyib shuur o'ziga ham begona emasligini angladi. Cheklovlar yo'q deysanmi, Jonatan? O'yladi u. Unday bo'lsa, mening osmon ostidan sening qirg'og'ingga sho'ng'ib chiqadigan kunim uzoq emas ekan. O'shanda senga qanday uchish kerakligi haqida ba'zi bir gaplarni aytaman. U o'quvchilari ko'ziga qattiqqo'l bo'lib ko'rinishga harakat qildi. Biroq kutilmaganda ularni aslida qanday bo'lishsa shundayligicha ko'rdi. Ularning botiniga nazari tushdi. Bu uzoqqa cho'zilmadi, qandaydir lahzada kechdi. Biroq ko'rganlari unga yoqdi. U juda shod bo'ldi. Fletcher qalbida barcha shogirdlariga cheksiz mehr-muhabbat hissini tuydi. Cheklovlar yo'q deysanmi, Jonatan? Xayoldan o'tkazdi u va mamnun jilmaydi. Endi komillik sari uning o'z yo'li boshlandi. Kitob tugadi.